doimo xavotirda bo'ladi. Bu yerda esa ko'nglingiz xotirjam bo'lasiz. Qancha pullar kelib ketadi qo'lingizga. Qanchasi kelyapti. Bexavotir olasiz u pullarni. Shaxsan o'zim rahbarlik lavozimida faoliyat yuritganimda kimdir o'zini ishini bitirish uchun sizga sovg'a beradi, pul ko'rinishida beradi, sovg'a ko'rinishida beradi. Olishga majbur bo'lasiz, chunki vaqt o'sha paytda shuni taqozo qiladi. Lekin keyin xavotirga tushasiz. Kimgadir aytmasmikin? Nimadir bo'lmasmikin? Orqamdan shikoyat qilmasmikin? Mana shunaqa xavotirlar bilan yashaganman. Lekin hozir mana Daripolchayda misli ko'rilmagan sovg'alar, o'sha qo'limizga kelib ketayotgan imkoniyatlar, pullar, bular hech qaysi xavotirga solayotgani yo'q.